kuniga mashina soyga tushirib, suv ichirib, yana qaytarib joyiga bog'laymiz. Yemish-yemishini berib. Yozda kuni, bahorda kuni mana shu tepalilar yuradi-da. Bu katta yong'og'imiz bu. Bunday qurog'i o'raylik. Bizning katta yong'og'imiz 100 yildan beri meva berib keladi. 100 yillik yong'og'imiz. Bu kattaligi çok sig'maydi. 100 yillik yong'og'imiz mana shu. 100 yillik. 100 yillik yong'og'. Kimga yong'oq kerak bo'lsa, shu kuzgi kuniga murojaat qilasiz. Yong'oq o'zi necha yil umr ko'radi, kim biladi? Kommentariya kutib qolamiz. Bilganlar kommentariya yozinglar.